Meni mashinam dunyodagi eng zo'r mashina. U judayam dahshat, zo'r, tez yuradi, chunki u judayam katta. Xullas, mashinam menga yoqadi. U dahshat zo'r. Qaysi farosatini yutib olib turib aksiyada keyin uni unutib qoldirgan, mana bu yerga kartoshkani tashlab ketdi. U yetgan narsani ham ko'chaga tashlaydimi? Voy, menga qara, jetel. Mana sani kartish kerakmi? Qani hozir ko'raychi. Bilmadim, meniki bo'lsa kerak. Saniki bo'lsa nima ko'chaga tashlab yuribsan? Jinnimsan? Endi tushib qolganda. Unaqa ko'chada bunaqa yetgan narsani stop qilmaydi, ko'chaga taylamaydi, tushundingmi? Ha, tushundim. Rahmat javob topib berganing uchun. Bo'pti. Ikkinchi marta tushirib qo'ysang, men seni o'sha yoqqa borib tushirib qo'yaman, tushundingmi? Bo'ldi, takrorlamaydi. Shunaqa bo'lsin. Barchaga assalomu alaykum. Stop, orqamda kartoshka nima qilyapti? Hozir bug bo'lib qoldi, tushunmadim. Bunaqa qilmasak bo'lmaydi. Nima deyotganim? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va sizlar meni yangi videomdasiz. Albatta kanalga obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa polizimni ishlashim kerak. Chunki ancha payt bo'lib ketdi, o'z polizda ishlamaгаnim. Ayniqsa 97-qishloqda ancha vaqtdan beri kelganim ham yo'q. Menimcha doim 100-qishloqda video olib yuribman. Bu galgi video 97 da bo'ladi. Keyingi videolarni ham shunga o'xshash bo'lgan kanallarda olsak bo'ladi atak. Ya'ni qaysi qishloqlarda olishdi, ko'proq sizlarga qaysi qishloqda video olsam qiziq bo'ladi. Kommentariy yozinglarchi. Men o'zimga lekin to'g'risini aytsam, mana shu 97-qishloq qiziqroq. Chunki zo'r voqealar shu yerda bo'ladi. Adashmasam bugun 3 ta video chiqadi-yu, o'shaning 3 tasidan 2 tasi 97 da bo'ladimi? Balki uchalasi ham 97 da bo'lar, lekin bilmadim. Balki boshqa qishloqqa ketishim ham mumkin hozir bu ishlarni qilib bo'lganimdan keyin. Atak bu yerda yashash uchun normal soqqa kerak-da. Soqqa topish kerak qayerdandir. Ish izlab ko'ramanmi yo bilmadim, lekin hozir bitta katta reja tuzganman. Ya'ni 3-qavat uyim bor, o'shani stream xona qilmoqchiman. Hozir ko'rsaman o'sha xonani. O'sha joy uchun menga biroz pul kerak. Yangi kompyuterlar sotib olish uchun. Atak bizda kompyuter xona bor, bilasizlar, o'ynayotgan joy. Lekin u yerda borib video bo'lmaydi, men bu yerda stream qilib bo'lmaydi, misol uchun. O'shanga mana bu 3-qavatni qilmoqchiman. Bu yer 2-qavat, bu yerda qilib bo'lmaydi, chunki kichkina joy. 3-qavat esa mana juda ham normal o'rtacha kattalikda, lekin bosh tegib qolishi mumkin stuldan tushishda. Atak juda ham normal joy, unaqa kichkina ham emas, katta ham emas. Menga o'zimga yoqdi, muhimi. Sizlarga yoqdimi, bilmadim, tushib ketdim. Mayli. Hozir borib qishloqni biroz aylanib ko'ray. Qayerdan olsam bo'ladi yangi kompyuterni? Shu yerdan bratandan so'raychi. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, Joxa, qandaysiz? Ishlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizda sotiladigan kompyuter yo'qmi? Bor, topamiz, kompyuter oladigan bo'lsang. Narxini qanday kelsa bo'ladi? Senga nima uchun kerak? Shu Minecraftda video olaman, stream qilaman, o'sha uchun kerak. Bitta chotki zborka bor, olasanmi? Qanaqa zborka u? GeForce RTX 3070 Ti 8 GB video karta, Core i3 12400 12 pokoleniya video protsessor, pitaniya 800 voltlik Gold 12 pin, yana qayer qoldi? Operativ xotira necha gigabayt? Ikkita 8 16 GB DDR4 yo DDR5 ekan. Yaxshi. SSD necha? SSD 512 GB. Sen Minecraftingdan 5 tasini ko'tarib qo'yadi. Bo'ldi, unda men pul topsam olaman. Bo'pti, faqat olsang tezroq ol. Bo'pti, mayli. Keyinroq kelar men yoningizga. Dahshat zborka aytib tashadi-yu. Lekin pul topish kerak. Narxini so'rayapti, onasini hamsin. Narxini so'raylik. Brat, narx qancha bo'ladi? Narxi $500. Nima? Bir mashinani pulimi? Yo'q, endi bular narxi shuda, yonida klaviatura, mishka, keyin bitta monitor, shunga o'xshash narsalar qo'shib beraman. Monitor qanaqa? 27 dyumlik 200 Hz curved ekran. Короче, Full HD IPS monitor, keyin kronshtayn ham qo'shib beraman. Bo'ldi, mayli, unda $500 bo'lsa pul topa olsam kelaman. Atak monitor zo'r ekan, 27 dyumlik. Men esa pul topishim kerak. Janob merda hech qanaqa ish bo'lmasa kerak. Janob mer, yaxshimisiz? Nima, sen avtobusda to'lganmisan? Nima unaqa deyapsiz? Eshikni yop. Uzr kechirasiz. To'g'ri aytsangiz ham bo'lardi-ku. Endi to'g'ri aytganga tushunmayapsan-da. Menga ish kerak, qanaqadir ish yo'qmi sizda? Yo'q, hozirda hech qanaqa ishlar yo'q. Qishloqda kavishda jitellarni o'zi qilyapti. Bo'pti, unda men balki jitellardan so'rab ko'raman. Jitellarda o'zi qila olmaydigan ishlar ham bu yerda qanaqa mashina bor? Qanaqadir mashina bor ekan, bilmadim. Bu yerda sotuvchi bratan bor. Bu bratanning aniq ishi yo'q, chunki o'zi ham doim bir xil joyda turadi. Bu kimning mashinasi ekan? O dahshat mashina ekan u. Kapotning ichida zo'r narsalar bor ekan. Qanday yopiladi bu? Mana.
Ye. Ikkita mashinani bir-biriga ulab qo'yibdimi? Nima bo'lgan bu yerga? What the nogiron mashina ekan. No, nichivo. Egasi qayerda ekan bilmadim. Hozir bu yerda hech kim yo'q. Qayerdan kelib? Mana bu yerda o'tib kelgan shekilli. Jitel qanaqa jitel bu? Voy jitel qandaysan? Jo'xa qalay ishlar yaxshimi? Mashinamni qara, dahshat mashinam bor. Zo'r ekan. Menga bitta garaj qurib ber olasiz demsan. Bunga garaj qurib bo'ladimi? Tentaymisan, bu juda g'alati mashina-ku. Pulingni beraman. Pulimni aytgan pulimni bermaysan baribir. Men qarorchi, sen og'zingga pul bilan solaman, og'zing yopiladi, qarab tur. To'y, mayli, qani beraverchi. Mana va mana oxirida yana bitta ushla. Yetadimi? Oho, buncha pulni qayerdan olding sen? Uzumini yeda bog'ini so'raman. Davay ishni boshla, qurib qo'yish yerda, keyin kelib olaman. Mayli, lekin buni uyi emas-ku bu yer. Qayerdan qurish kerak ekan? Uyidan qurish kerak edi. Mana bu uyni, mana bu uyni yonidan qurish kerak. Yaxshi, pul topolmayotganim o'zi kakras pul topildi, lekin bu jitel buncha pulni qayerdan olganiga men hayronman. Sizlar ham hayron bo'lsanglar kerak, chunki bunaqa tentay jitellarda pul buncha pul qayerdan kelib qolgan? U tushunarsiz, g'alati. Mayli, nichivo. Hozir tapor pirkalarni olib boraylik. Tapor bilan belkurak yetadi. Faqat ana undan belkurakni oldim aytgancha nima olmadim deb o'ylayapmanmi? Oddiy yog'ochdan normalroq birorta garaj qurib bersam bo'ldi-da. O'zicha xursand bo'lib yuradi, o'zi men garajim bor, yor variation, qir variation, portlat variation deydi. Lekin unchalik normallik bo'lmaydi. Atak bo'ladigan darajada qurib beraman. Unchalik zo'r bo'lmasa ham normallik bo'ladi. Xo'sh, okey. Yana nechta daraxt kerak bo'lar ekan? Juda ham g'alati uzunchoq mashina ekan. Unga garaj qurish uchun anchagina daraxt kerakmi deyman-da. O'shaning uchun ko'proq daraxt olib boraman. Umringizda shunaqa mashina ko'rganmisizlar? Men adashmasam qaysidir oldingi videolarimning birida shunaqa mashinani olib chiqqandim. Jiteldan sotib olib, keyin o'zim sotib olgandim. Shunaqa bo'lsa kerak, adashmasam esimdan chiqib ketgan. Agar sizlarning esingizda bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar-chi. Qolgan ko'rmaganlar o'shandan tushunib oladi nima bo'lganini. Yo'q, o'zim ham eslab olaman, esimdan chiqib ketgan. Mana bu daraxtni kesa olmayman, chunki juda ham katta daraxt. Uni kessam keyin har bitta taxtasini olib o'tirguncha vaqtim juda ham ko'p ketib qoladi. O'shanga shunchaki mana shunaqa kichkina daraxtchalardan olsak 28 karra 4 nechi bo'ladi bilasizlarmi? Hisoblanglarchi qani? 112 bo'ladi. Sizlar hisoblaganlaringcha men o'zim hisoblab tashladim. Tak, u ikkita Jigulini bir-biriga ulagan ekanda. Bu texnologiya ekan. Texnologiya ashitini. Tak, mana bu yerda ochamiz, kattaroq qilib joy ochib chiqaylik. Keyin mashina haydab olib kelib, mana shu yerga garaj qo'yishni boshlaymiz. Sig'adigan darajada qilamiz. Sig'masa, lekin dab-dala bo'lib ketadi hamma yo'q. Okey, yo'lga chiqib ketmasimiz kerak nima bo'lsa ham, chunki yo'l tomonga qurib bo'lmaydi garaj. Yo'ldan odam o'tib qaytadi. Keyin bu yerga biz garaj qurib qo'ysak, odamlar o'tib qayta olmay qolsa, keyin bizni qarg'ashsa juda ham vahshiy yomon bo'lib ketadi. Mana uni ekib qo'ya qayergadir g'alati narsa ekan, bilmadim. Umrimda bunaqa narsa ko'rmagan ekanman. Bu yerda bitta bunaqa o'simlik bor ekan. Bundan ham qandaydir g'alati urug' tushar ekan. Tak, mashina haydab kiritamiz endi bu yoqqa. Tak, qani haydab ko'raychi. Yo'q, bismillah. Ish qilib avariya qilmaydi, g'alati mashina ekan. Avariya bo'lganga o'xshayapti-yu, lekin yana avariya qilsam dabdalasi chiqib ketmasa bo'lgani. Tak, orqasi to'g'ri kelishi kerak muhimi. Buni oldi bilan orqasini g'alati qaranglar. Oho, shunday ham chiqib qoldi orqasi biroz. Mana bu yerda titib tashabdi osti tegib. Xo'p, orqaga biroz og'lar ekanmiz, ya'ni juda ham oldinga bo'lib ketibdi. Tak, bir qarch, ikki qarch orqaga olsak, ya'ni 2 blok orqaga olsak, menimcha mana shu normallik bo'ldi. Stop. Devorga kirib ketdim-ku. Xo'p, bo'ldi. Endi buni atrofini o'rab chiqamiz. Bizda daraxtlarni taxtaga aylantirish imkoniyati mavjud. Va bizda taxtani tezroq daraxt nima dedim? Taxtdan daraxtga dedimmi? Taxtdan daraxtga aylantirib bo'lmaydi. Taxtaga aylantirish kerak. Tak, bagajni nima ochilib ketdi o'zidan o'zi? Yopilay. Nima ochilib ketsan o'zingdan o'zing? Jinnimisan sen bir? Xo'sh, jinni mashina ekan. Takoy jinni bor-ku, o'shanaqa jinni. Xo'sh, bu yerni ham mana qilishimiz kerak. Qani, mana shunaqa va biz taxtamiz tugab qoldi. Bu tomonni yana shu yerga chop kelsak, bo'ldi. Endi ustini yopamiz. Albatta, ustini mana bunaqa blok bilan yopish kerak. Xo'p, qo'yamiz va o'zi shunaqa blokdan boshqa blokimiz yo'q-da. Mana shu tartibda demoqchi edim. Okey. Mana bir qator ortiqcha qilib bank. Kesamiz, nayloch kesmasak bo'lmaydi, chunki
bu yerga ortiqcha quradigan bo'lsam, JTLlar norozichilik bildiradi. Joha, sen noto'g'ri qurding bu yerdan, yoki garaj qurding, yoki ana JTL bilan urushib qolishadi, keyin yomon bo'ladi. Men qurib bo'ldim, u JTL qayerda ekan, unga aytish kerak qurib bo'lganimda. Atak o'zi ham kelsa ko'rib olsa kerak, bilmadim. Men hozir bratan bilan borib savdolashib ko'ray, kompyuterini bersa $5 olmayman, lekin to'g'risi tortishib o'tirayraman. Bratan, kompyuterni olish keldim. Davay $5 olasanmi? Hozir arzon qilib bering, onasini ham sen. Qara, stolni ham qo'shib beraman. 5 dan kam bo'lmaydi lekin. Mayli, unda mana sizga 5 bir. Yo, to'xtang-da. Sizda mana shkafingiz bormi? Mana bu yerda o'shanga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, o'sha yerda qo'yaver. 6 ta qo'yib yubordimmi? Yo, 5 ta qo'yibman. Bo'ldi, unda mana shu birinchisini olib ketaman. Tak, stul, kompyuter, stol va protsessor. Bo'pti, bratan, rahmat. Arzimaydi. Tak, ana endi buni olib borib uyimga o'rnatib qo'yaman. Juda ham yaxshi bo'ldi, kompyuterli bo'lib oldim. Bahonada 2-qavatga o'rnatamiz buni, yo'q, 3-qavatga, 2 deb boribman. 3-qavatga mana bu joyga qayerga mana shu tak oyna tomonga qaratib o'rnatayman, mana shu tomonga qaratib o'rnatib qo'yaman. Menimcha juda ham yaxshi bo'lsa kerak. Yaxshi bo'lmasa farqi yo'q. Tak, buni bunaqa qo'yamiz va yoqib qo'yamiz. Takoy aylanyaptimi? Kullerlar cho'ta ishlamayaptimi deyman. Ishlayapti ekan mana. Tak, o'tirib Minecraftni bostirsak bo'ladigan. Takoy nima qildim nima edi? Sharoit qilib oldim o'zimga. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqa sharoit faqat menda bo'ladi. Notebookimda Minecraft bor, o'shani kompyuterga o'tkazish uchun notebookni tepaga olib chiqishim kerak. Tak, xullas hozir olib chiqib o'rnatib, sizlar uchun yangi videolarni olishni boshlayman. Sizlarni esa kelgusi videoda kutib qolaman. Hozircha esa keyingi videoga ko'rishguncha xayr.